Tabiat mo'jizasi. Marhamat. Tabiat mo'jizasi. Чудеса природы, пожалуйста. Всем привет! И начинаем со своего. Сегодня будем готовить из курицу казан кабоб. Bugun mana повар bilan birgalikda qozon kabob qilamiz. Tovuqdan. Что нам нужен в первую очередь? В первую очередь нам нужен 35 килограмм курицу взяли, картошка 15 килограмм, масло 5 литров. В первую очередь жарим картошку хорошенький, а потом курицу. Еще приправа нам нужен: зира, мурч, кашнич, bizga nima kerak bu avvalambor. Hozir 35 kilo tovuq oldik, kartoshka 15 kilo, yog' 5 litr. У каждого повар свой стиль. Qozon kabob qilish uchun nima qilasiz? Birinchi o'chirib kartoshkani qovurib olasiz. Chesnok ham berasiz, ha? Qancha? Чеснок, не забудьте 500 грамм чеснок. Я нам лавровый лист. Черный перец. Кашниш, главное еще. Ну там зира. Zira ham beradi. E'tibor berilsa, mana kartoshkaga приправалар berildi. Ya'ni zira, murch, kashnich. Обращайте внимание, вот дали картошку приправу, зира, черный перец и кашнич. E'tibor berilsa, chesnoklarni to'g'rilabdi. Video mu? Va nihoyat mana kartoshkamizni hammasi qovurildi. Наконец-то все картошка жарили.
15 килограмм картошка. Вот наконец жарим час петуху. Sovuqni ham vaqtida qo'yman, sovuqni ham qovuramiz. Marhamat. Jardi. Mana yerga tayyor bu, mana marhamat. Sovuqni ko'p qovurish kerak emas. Chunki sababi buni ham dimlash uchun 10 minut, 15 minut dimlanadi kartoshka bilan birga. Va nihoyat mana tayyor bo'ldi. Sovuqimiz. Va nihoyat mana qovurib bo'ldik, наконец-то жарили. Endi nima qilamiz? Navbatdagi qiladigan ishimiz hozir ko'tarib olishadi qovurlar. Navbatdagi qiladigan ishimiz endi ikkovini dimlanadi. Kartoshka bilan tovuq dimlanadi. Va nihoyat mana tovuq go'shti bilan kartoshkani ham dimladik. Hozir mana yog' qancha beramiz? Yog' hammasi beraveramiz. 5 litr yog' hammasi beraveramiz. 5 litr hammasi. Shunday hammasi men qo'ydim. Va nihoyat ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Наконец-то уже наше блюдо готово. Hozir suzamiz marhamat. Va nihoyat mana ovqatimizni suzoldik. Avvalambor roligimiz yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qilib, klass boshqa yo'ldan chiqmasin. Ochiq ishtaha bilan. Qovurga rahmat. Kelasi ishda omad, xalq xizmati hamisha bo'lavering. Kelgusi dasturga uchrashguncha xayr. Всем счастливо, удачи вам.